Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Bekmurat aka kengov. Asosiy funga sizni olib qo'yayin aka. Bekmurat akamiz bu yo'ldan birinchi yurishi ekan. Ko'rmanasiga bir mol so'yib, mana nasib bo'lsa qovuryapmiz. Mana Kiram aka bu yoqda qo'yni alkuzlashtirib, hozir turib. No, Ishon buva. Ishon buva jonimiz. Mehribonimiz. No, Bekmurat aka mana bu. Kelinglar go'shga. Tug'ilgan kun sohibi. Borib berendim shu yerga kelibdi deb. Ha. Mana shaka. Arkar charchagan bugun tamom o'tiribdi. Bomba mehmon buvamiz ham bor. Hoji aka. Arkadaş aka dildan so'zlar aytasizmi yo'qmi? Bekmurat akam bugun tug'ilgan kuni ekan-ku. To'g'ri? Ha, shuni nishonda endi bir qo'y so'ydi, ko'rmani ham deb. Bormi? Ta'sir bo'ladi. Aka Bekmurat akam tug'ilgan kunini tabriklanmaysizmi bugun? Tabriklaymiz, uzoq umr ko'rsin. Kecham bilan baxtli bo'lsin. Ha. Bizlarga kirgan men bir tomosha qilayapman. Qanday buva bo'lar ekan, ha? Ishon buva? Bekmurat akam tug'ilgan kuni bugun. Ham bu yer ko'rmanasiga bir qo'y so'yib o'tkazyapti-da. Bu jo'g'lardan birinchi yurishi ekan. Yaxshi-da. Xudo xolasa bundaqa yoshdan yana 3 ta ko'rsin bo'ladi. Ha. Bittasi xuyoy bo'ladi. 4 kerak bo'lsa. Mana go'sht suzilyapti bu yer nasib bo'lsa. Nasib yerlarni boshiga bosh bo'lib maza qilib yursin. Nasib inshaalloh aytganingiz kelsin. Kaptiva olaman. Ha, bil nasib bo'lsa ana olaman deb qo'zlar ak soat. Cherry 7 Pro. Kia maydasidan olaman nasib. Yo, Cherryga qiziqibdi, 4 bola ham tortar ekan, nima ayli endi? Kiyani kim tortadi? Bo'pti, mayli. Hozir uyga bordi, 2 oyog'ini tortadi. Yangam aytgan olar baribir. Biznikini ham aytganimiz olmaydi, menikini ham olmaydi. Rasman. Ayni unaqa bir chekkasi avdirayap. Yo'q, nima ta'rif? Hammasi shunga sovang. Bo'lar. Mana ko'z jonyapti, qo'ylar bu yoqda turibdi. Ovqat olib keldi, damayapti. Mana bu yoqda bizim ko'rinmaydi ekan, mashina olaman deb. Kaptivalar Mana kay. Nasib bo'lsa bo'ldi mana. O'rindalar tortyapmiz. Ishon bu katta tovoqqa boshda mehmon oldidan qo'ying. Garam deydi. Buna nima chamir bo'ldi deydi jo'g'algan odam. Naka deydi. Minglab jonim. Bu odam bu o'lgan deydi, yani. Benim komanım var deydi. Komanım var deydi.